4 yil avval o'tfagi yiringlashi oqibatida shamollash hisobiga bu amaliyot o'tkazilgan. Kesib tushirgan darvozasi bor. Darvozasini tikamiz. Laparoskopik usulda. Keyin shu joyi mustahkamlash uchun setka qo'yamiz. To'g'rimi? Bu setka ichkaridan pistona bilan mahkamlanadi. Qorin devorni kesmagan holatda maxsus teshiklar orqali bartaraf qilamiz. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Laparoskopik usulda qorin devorida amaliyotda so'nggi churrani qorinni kesmagan holatda bartaraf etish jarayonini qilyapmiz. Hozir qorin bo'shlig'iga yopish qolgan charbini, mana ko'rib turganingizdek charbini qorin devoridan ajratdik batamon. Qorin devoriga kirib qolgan shu sohadagi churrani ichidagi hosilani chiqardik. Ko'rib turganingizdek ikkita teshik hosil bo'ldi. Bu mana churra qopi hisoblanadi. Hozir ko'rsatamiz. Churra qopi. Ya'ni bundan tashqari ikkinchi teshik ham aniqlandi. Bu oldin aniqlanmagan teshiklarda mana ko'rib turganingizdek ikkinchi teshik ham aniqlandi. Bu sohani hozir laparoskopik usulda teshik yopamiz va bu joyga setkani qo'yib ichki tomondan zamonaviy usulda iPhone protsedurasini qilib bartaraf chiqamiz. Ko'rib turganingizdek ikki qavatli setkamiz bor. Suv oching. Bu setkamiz tekini yapib qo'yadi. Silliq tarafi ichaklarga qaragan bo'ladi. G'adir budur tarafi qorin devoriga qaragan bo'ladi. Endi protez sechat, endi protezimizni trakarlardan sirg'anib kirishiga yordam bo'lishi va kollagen yuzasini jarohatlamaslik. Shu stepler yordamida mustahkamlab chiqamiz. Bu samarasi qanchalik bu qo'yilgan setkalar? Samarasi 99% ga samara beradi. Yakuniy holati. Mana yakuniy holati setka qo'yildi. Endi mana bu nima grijani havo bilan to'ldirgan joyi. Bu aytganimizdek o'rtadagi teshikka bog'lanadigan iplari, hozir gaz chiqarib olganimizdan keyin hamma yoq bo'shashadi-da, bu iplarni bog'lab tortib qo'yamiz. Shu bilan amaliyotimiz yakunlanadi. Hammaga salomat bo'lsin.